Benamozlik qalbni nurdan uzoqlashtiradi. Insonni haqiqiy xotirjamlikdan mahrum qiladi. Namozni bog'lash qalbga tinchlik va hayotga baraka olib kiradi. Andijonda Devonaboy masjidida Habibulloh Hojdada degan zot uzoq yil imomlik qilganlar. Juda ham uzoq imomlik qilganlar. Mana shu Qor dadamizni Hoji dada o'sha mahalda juda kuchli eng yetuk ulamolarimizdan bo'lgan. Xizmatini qilib yurgan, doim o'sha mahalda har bir endi domlaning doim bitta muxlisi bo'ladi xizmatida. Mana shu muxlislar ham endi hozir yoshlari katta bo'lib qolgan. Aytadilarki, men deydi Qor dadani ko'p xizmatlarini qilganman. Bir kuni hujraga kirsam deydi, yig'lab o'tirgan ekanlar deydi. Hayron bo'ldim deydi. Hoji dada, tinchlikmi, nega yig'layapsiz desam, ha, o'zim bir narsadan ta'sirlandim. Nega, nimadan ta'sirlandingiz degan edim deydi. Qor dada shunday dedilar. Ko'p narsa o'qiganman. Juda ham ko'p o'rgangan narsalarim, olgan ilm va bilimlarim bor. Lekin afsuski shuni hech kimga ayta olmasdan, o'rgata olmasdan bu dunyodan o'tib ketyapman. Allohning huzurida nima deyman deb yig'lagan ekanlar. Chunki mumkin emas edi, bilasizlar. Gapira olmas edi. Bugunchi bugun shu darajada jadallashib ketdikki, domlalarimiz bugun hozir o'qigan narsasini minbarga chiqib aytayapti. Ulgurmayapti. Ba'zan ziyoli bo'lgan, tafakkurlari keng bo'lgan qavmimiz, muxlislarimiz o'tib ketyapti. Chunki kitoblar tarjimasi ko'paydi, ma'lumotlar ko'paydi, o'zini ustida ishlash bor. Natijada endi hammamiz o'qishga to'g'ri kelyapti, harakat qilishga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun qattiq harakat bilan agar hammamiz, har birimiz mana shu bilim, ilm tomoniga o'tadigan bo'lsak, inshaalloh dinimiz yanada go'zallashadi. Bugun esa siz azizlar bilan men bir ajib bir mavzuda suhbat qilmoqchiman azizlarim. Allohning yaratgan maxluqotlari borki, hammasida nafs bor. Hammasida nafs bor. Hayvoniy nafslar o'sha irsiyat orqali Alloh ularga ilhom bergan hamma narsani qiladi. Yedi, ichadi, nima bo'ladi? Qarasiz, hayoti faqat shundan iborat. Insonda ham bor bu narsa. Nafs bor. Tabiiy nafs bor. Ya'ni Alloh taolo bergan o'sha ehtiyojlarga bo'lgan intilish hammamizda bor. Taom yeyishimiz kerak, bu bor. O'zimizga qarashimiz kerak, parvarish qilishimiz, kiyinishimiz va hokazo. Bu nafs xohishlari, buni inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni dinimiz nafsingga qarshi chiqib hamma narsani yig'ishtirib qo'y deganda o'rgatmaydi. Ammo lekin o'sha nafsni jilovlashni o'rgatadi. Nafsni jilovlash kerak ekan. Agar nafsimizni jilovlamasak, ya'ni nafsimizni tarbiya qilmasak, nafsimiz xohlayotgan hamma narsani qilaveradigan bo'lsak, tubanlashib ketamiz ekan. O'sha hayvoniy nafs tomoniga o'tib ketib qolar ekan, Alloh saqlasin. Shuning uchun biz juda ham ehtiyot bo'lgan holda mana shu agar nafsimizni mahkam ushlab tarbiya qilib tursak, inshaalloh mana shundan najot topamiz ekan. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu taqulloha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqulloh innalloha xabirun bima ta'malun. Sadaqallohul azim. Alloh bizga nido qilyapti azizlar. Men mana shu nido oyatlarini qachon mau'izaga izhor qilganimda qayta aytaman. Bu nido faqatgina mu'min bo'lgan, Allohning borligiga, birligiga ishongan kimsalargagina bo'lyapti. Alloh chaqiryapti. Alloh buyrug'ini o'ta nozik buyruq bermoqchi bo'lsa, juda e'tiborli buyruq bermoqchi bo'lsa, bizga topshiriq bermoqchi bo'lsa, bizni chaqiradi. Ey iymon keltirganlar deb. Siz bizni hozir Alloh chaqiryapti mana shu oyatda. Biz nima deyishimiz kerak? Labbayka ya Rabbi. Labbay ey Robbim. Alloh meni chaqiryapti deb tasavvur qilishingiz kerak.
Alloh sizni nido qilyapti. Modomiki siz o'zingizni mu'minlar qatoridan deb bilar ekansiz, Qur'onda kelgan mana shunday chaqiriqlarni birortasiga befarq bo'lmasligingiz kerak. Alloh chaqiryapti: ey iymon keltirganlar, Allohni bor va bir deb bilguvchilar, ittaqulloh, Allohga taqvo qiling, Allohdan qo'rqing. Ertangi kun uchun, qiyomat uchun nimani hozirladingiz, nimani taqdim etganingga qarasin debdi. Har bir jon egasi, har bir nafs egasi ertangi kun uchun nimani hozirlab qo'yganiga qarasin. Albatta Alloh haqqa azza va jalla hamma narsani bilib turuvchidir. Yana Alloh ta'kidlayapti: "Vattaqulloh", yana bir karra aytayapti: Allohga taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh haqqa azza va jalla har bir amallaringizdan xabardordir. Oyati karima bizni nafsimizni tarbiya qilishga chaqiryapti. Valtandur nafs deyapti. Har bir nafs egasi bir qarab qo'ysin. Erta uchun nimani hozirladi? Erta uchun, ya'ni qiyomat uchun nimani hozirlab qo'ydi azizlar? Har kuni yotishdan oldin o'zimizga o'zimiz shu savolni berishimiz kerak ekan. Men nima qila oldim bugun? Alloh bugun menga hayot berdi. Alloh meni bugun imkoniyati bilan, ne'mati bilan ne'matlantirdi. Nima qildim men? Bugunlik kunimni faqat nafsimni qanoatlantirishlikka bag'ishladimmi yoki oxiratim uchun, u dunyoyim uchun biror narsa qildimmi? Afsuski, hayotimizning eng ko'pi faqatgina shu nafsining orqasidan ketib qolishlik. Bir inson juda bir oqil, fozil inson bo'lgan ekanlar. Bu dunyodan o'tishidan oldin farzandlarini chaqirib bir vasiyat qilibdi. Aytibdiki: "Bolalarim, men dunyodan o'tishim yaqinlashib qoldi. Bir vasiyatni aytishim kerak. Bilasizlarki, meni oyog'imda bot kasalim bor. Sovuqdan qo'rqaman. Har qanday sovuq bo'lsa oyog'im og'rib ishib ketadi. O'rganib qolganman. Mabodo men olamdan o'tsam, u sovuq qabrga, qorong'u qabrga qo'ymoqchi bo'lsalaringiz, bolalarim, iltimos oyog'imga bir narsa kiydirib qo'yinglar. Mahsi kiydira olmasangiz hech bo'lmasa bir issiq paypoq kiydiringlarki, qabrda ham oyog'im ishmasin" debdi. Agar mabodo shu vasiyatimni qila olmasanglar, unda men ikkinchi bir vasiyatni falon bir joyga ko'mib qo'yganman, uni ochib o'qib ikkinchisini qilinglar. Ammo birinchi vasiyatimni qilsangiz, ya'ni oyog'imga biror narsa kiydira olsangiz, unda ikkinchi vasiyatni ochmanglar dedi. Xo'p dedi barcha o'g'illar. Ota olamdan o'tdi. Otani u dunyoga hozirlash boshlandi, kuzatish marosimi. O'g'illar chiqib g'assol va domlalarga murojaat qildilar. Otam vasiyat qilgan edilar. Oyoqlariga mana shu bir issiq paypoqlarni kiydirib qo'ysak kafanlangandan keyin. G'assol hayron, domla taajjubda, ulamolarga murojaat qilib shunday qilamiz deb imomlar, domlalar aytdilarki, "Yo'q, bunday qila olmaymiz. Endi sizni otangizga tikilgan narsa kiyish mumkin emas. Endi mana shu qamis va lifofoi izor deb atalmish kafandan boshqa narsa qilinmaydi. Axir otamiz vasiyat qildilar-ku. Shariatga to'g'ri kelmaydigan har qanday vasiyat botildir" dedi ulamolar. "Buni qilmasangiz gunohkor bo'lmaysiz." Ular dod desa ham, yig'lasalar ham bu vasiyatini bajartirmadilar va kafan ila dafn etdilar. Uylariga qaytarkan o'g'illar yig'ladilar, siqtadilar. "Otamizni vasiyatini qila olmadik-ku" dedilar. So'ng otamiz shuni bilgan bo'lsalar kerakki, agar qila olmasangiz ikkinchi vasiyatim bor degan edilar. O'sha vasiyatini bir ko'raylik dedilar. Berkitib qo'ygan joydan vasiyatni ochdilar. Ochib o'qisalar, quyidagi so'zlar yozilgan ekan. Aziz farzandlarim, jonajon o'g'il qizlarim, dunyoga kelib ko'p dunyo topdim, mol topdim, qasrlar qurdim, qancha inshootlar qildim.
Sondiqlarimni dunyoyu oltin kumushlarga to'ldirdim. Lekin o'zingiz ko'rib turganingizdek, hatto bir eski paypoqni olib ketishlikka ham qodir bo'lmadim. O'zingiz bilan olib ketadigan narsani ko'paytiring degan ekanlar. O'g'illar yig'ladilar. Haq azizlar. Biz nimani olib ketamiz u dunyoga? Nimani olib keta olamiz? Qaysi boylikni olib keta olamiz? Agar boylikni olib ketib najot topish kerak bo'lganda million tillalari borlar najotlik bo'lib qolardi. Lekin biz u dunyoga faqatgina yaxshi amallarimizni, xayrli amallarimizni olib ketamiz. Bir podshohning oldiga vazirlar ajib bir yangilik bilan kirgan ekanlar. Oldilariga kirib aytibdilar-ki, "Ey podshohim, shahrimizda falonchi boyni bilamiz." Ha? U juda ham xasis, biror bir odamga bir tillo ehson qilmaydigan xasis edi. Hech kimga yaxshilik qilmaydigan baxil edi. Dunyoda undan ko'ra molni yaxshi ko'radigan hech yo'q edi. Lekin mana shu ko'prik qurishni boshlabdi. Mahallaga yo'llarni quryapti ekan, masjid, madrasa, shifoxona quryapti ekan, hamma pulini shuna qilib ishlatyapti ekan. Hatto podshoh bilar ekan uni badavlatligini, ammo baxilligini. Bo'lishi mumkin emas debdilar. Yo'q, shunday qilib chaqirtiringlar. Chaqirtirib kelib ko'rishib, eshitishimga qaraganda siz mana bunday xayri saxovatlar qilyapsiz ekan. Shu rostmi? Ha, rost. Ajib debdi podshoh. Axir siz dunyoni yaxshi ko'rardingiz-ku. O'zingiz necha marta takror qilgansiz, men uchun eng sevimli bu moli dunyoyim degansiz. Nimaga bu ishni qilyapsiz desa, haligi boy podshohga qarab, "Shohim, hozir ham yaxshi ko'raman moli dunyoni. Yaxshi ko'rganimdan u dunyoga ham birga olib ketmoqchiman" degan ekan. Mana shunday qilib olib ketish mumkin ekanda. Xayri barakot, xayri ehson mana shu saxovat bilan olib keta olamiz ekan. U dunyoga olib ketadigan narsalarimiz bizni qilgan yaxshi amallarimiz, ibodatlarimiz va xayr saxovatimiz bo'lar ekan azizlar. Bugun biz o'zimizga o'zimiz mana shu savolni qayta berishimiz kerak. Men erta uchun nimani hozirladim? Nima qila oldim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z nafsini tergab hushyorlik bo'lgan, o'zini doim tergab turadigan, aqlli, hushyor inson deb bilgan mana shu o'zini tergaydigan insondir. Aytadilar-ki Rasulimiz alayhisolatu vassalam, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Imom Tirmiziy rivoyat qildi bu hadisni. Rasulimiz alayhisolatu vassalam aytibdilar-ki, aqlli, hushyor kishi shunday kishiki, u o'z nafsini tergagan va o'limidan keyingi holat uchun amal qilgan inson. O'z nafsini tergaydi. Ojiz odam kim? Ojiz odam nafsini havosiga ergashtirgan va Allohdan ko'p narsalarni umid qilgan kishi. Aql hushyor kishi nafsini yo'liga kirib ketmaydi-da, aqllilik bilan u dunyoga taraddudini ko'radi. Ojiz inson esa o'zi havoyi nafsiga berilib ketib, yana Alloh taolodan ko'p narsani umid qiladi. Shunaqa holatlarimiz borda, gunohlarimiz rosa ham ko'p bo'lsa ham aytamizki, "Biz mana hukmimiz siz qilmaysiz" deymiz. Qayerdan bilasiz nima bo'lishdi dedi. Hech kim bilmaydi, to'g'ri aytamiz. Hech kim bilmaydi. Qaysi amalimiz qabul bo'lyapti, qaysinisi qabul bo'lmayapti. Qolaversin, mu'min musulmon banda doim yaxshi umidda turishlik kerak, bu bor narsa. Lekin aqidamizda mu'min bandaga tarbiya berilib, mu'min banda rajo va xavf oralig'ida tursin deydi. Umidni ham uzmasin, ammo xavf, qo'rquv ham tursin. Har ikki tomonga o'tib ketib bo'lmaydi.
tamomiyla umid tomoniga o'tib bu yog'idan xavfni yo'qotib qo'ysa ham adashadi. Tamomiyla xavf tomonga o'tib ketib Allohning rahmatini unutib qo'ysa ham bo'lmaydi. Ikkalasining o'rtasida turishimiz kerak. Ana o'shini Rasulimiz alayhisolatu vasallam oqil va xushyor kishi deb ta'rif berdilar. O'zimizni o'zimiz mana shunday tergab turmasak, o'zimizni o'zimiz hisob qilib turmasak, azizlar, biz beg'am bo'lib qolamiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil-'ard al-akbar wa innama yakhiffu al-hisabu yawm al-qiyamah 'ala man hasaba nafsahu fi ad-dunya" dedilar. Buni ham Imom Termiziy rivoyat qildi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytibdilarki, hali hisobga tortilmasdan turib o'zingizni hisob-kitob qilib turing deyaptilar. Ertaga hisobga tortilgandan keyin endi foydasi yo'q azizlar. Qiyomat qoyim bo'lganda bizni amal daftarimizni taroziga qo'yib tortadi. Gunohlar yozilgan va savoblar yozilgan taroziga qo'yadi. U tarozi shunday taroziki, zarrani biladi. Og'irligini zarracha bo'lsa ham biladi. Hozirgi zamondagi eng kuchli bo'lgan elektron tarozidan ham kuchliroq ko'rsatadi, daqiqroq ko'rsatadi. Zarracha gunohimiz ham og'irligi bor, zarracha savobimizni ham. Agar taroziga qo'yganda bizning savobimiz yozilgan daftari og'ir kelsa, unda u daftarni olib bizni o'ng qo'limizdan bersa, biz nima qilamiz? O'shini tasavvur qiling-da. Qiyomat bo'ldi. Qiyomat dahshati, hamma qo'rquvda, hamma biridan biri qochgan, hech kimga yordam bera olmayotgan, ahvolim nima bo'larkin yo vaylato deb turgan bir pallada hisob-kitob qilib bizga o'ng qo'limizdan, ya'ni savobimizning ko'p bo'lgan kitobini qo'limizga beryapti. Alloh Qur'onda aytadiki: "Estaizu billah, fa amma man utiya kitabahu فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه." O'ng tomonidan kitobi berilgan banda kitobni olishiga shundoq ko'tarib o'sha mahshargohda baqirib orar ekan: "Ey odamlar, meni kitobimni o'qib qo'yinglar" deb. Men shunaqa bo'lishini bilar edim. Shuning uchun amal qilgan edim. Alloh aytar ekan: "Endi sen yeb, ich, maishatingni qilib jannatga kir." Ammo chap tomonidan bergan odam ham shunaqa baqirar ekanmi? U aytar ekan: "Lam uta kitabiya va lam adri ma hisabiya." Kitobim berilmasa bo'lar edi-ya. Shu hisobni bilmaganimda bo'lardi deb qolar ekan. Endi u yerda qo'sha olmaymiz. Bir zarra ham qo'sha olmaymiz, ammo bugun imkoniyati bor. Shuning uchun Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytibdilar: "Ey bandalar, hisob-kitob qilinishlikdan oldin bu dunyoda hisob-kitob qilib olinglar" deyapti. So'zlarini davomlarida aytibdilarki, buyuk ro'paro bo'lish kuniga, ya'ni qiyomat kuniga zinatlaning, tayyorgarligingizni ko'ring. Qiyomat kunidagi hisob faqat dunyodan o'zini tergab turgan kishilargagina yengil bo'ladi. O'zini tergab turgan odamga yengil bo'lar ekan, men zo'rman deb qolishimiz kerak emas-da. Hazrat Umarni bilasizlar, asharai mubashsharadan edilar. 10 ta tiriklik mahalda jannatiylar bo'lsa, shundan bittasi Hazrat Umar radhiyallohu anhu edi. Eng qizig'i azizlar, mana shu asharai mubashsharaga jannat bashoratini bergandan keyin undan u yog'idagi qilgan amalini birortasi ahamiyatga ega bo'lmagan. Gunoh qiladimi, savob qiladimi, ularga hukm bo'lgan. Jannatiyligi aytilib bo'lgan. Ular hamma narsadan bemalol beg'am bo'lib qolishlari kerak. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Masjidga chiqdilar. Odatda xalifalarga bay'at qilinar edi. Ubayuka ya amiral mu'minin, ey amiral mu'minin, men sizga bay'at qilaman, ya'ni va'da beraman. Sizni o'zimni rahbarim bo'lishligingizga va sizga sadoqat bilan xizmat qilaman, sizni rahbarim deb tan olaman, ya'ni saylovga o'xshagan narsa.
tan oladilar, rahbar ekanligiga va buyruqlariga itoat qilishlikka va'da beradilar. Amir, podshoh, o'sha mahalda xalifa, demak o'sha bay'atdan yengil tortadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Masjidga chiqdilar. Sahobalar hammasi tomoni navbatdan kelib bay'at qilyaptilar. Bir payt Hazrat Umar radhiyallohu anhu qo'llarini beradilar u bir bu yoqqa qaraydilar. Keyin bu yoqqa qaraydilar, u yoqqa qaraydilar. Kimnidir izlayapti ko'zida. Ko'zlarini izlab turibdi. Qaysi sahoba edi? Sir sahobamiz Huzayfa edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shu joyda turdilarda, haligi u yoqqa bu yoqqa qaragandan keyin, bezotalangandan keyin sahobalarga qarab, "Ayna Huzayfa?" dedilar. "Huzayfa qani?" dedilar. "Qani Huzayfa?" Qo'rqib ketdi. "Qani Huzayfa?" 3 marta aytdilar. O bir burchakda o'tirgan ekanlar, o'rnidan turib, "Men shu yerdaman, navbat kutyapman" deydilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu alhamdulillah dedi. Nima uchun? Chunki Huzayfa radhiyallohu anhu Rasulimizning sirdoshi edilar. U zotga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam munofiqlarni sanab bergan va shunaqa bir ta'lim bergan ekan, odamni yuziga shunday qarab turib, bu munofiq deb aytib berardi ekanlar. Hazrat Umar agar Huzayfa menga bay'at qilmayotgan bo'lsa, mendan nima bor ekan deb qo'rqib ketdilar. Jannatiyligi bashorati berilgan zoti. Haligini Huzayfaning borligini eshitgandan keyin Allohga shukr deb Huzayfaga qarab, "Ey Huzayfa, mana yuzimga tez-tez qarab turing" dedilar. Mana bu qo'rquv. Alloh bizni kechirsin azizlar. Biz shunaqa bo'lamizki, xuddi bizning hukmimiz qo'limizda-yu, bo'ldi. Tamom. Menga hech narsa kerak emas. Alloh saqlasin. Agar biz o'zimizni jilovlamasak, nafsimizni doim tergab turmasak, Alloh Qur'onda aytganidek, "Astaizu billah, qad aflaha man zakkaha." Haqiqatan uni, ya'ni nafsini poklagan kishi najot topadi. O'zini nafsini poklab turgan kishi najot topib beradi. Astaizu billah yana Qur'onda aytadiki, "Va amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Sadaqallohu alayhi. Alloh aytayapti. Ammo kimki Parvardigorining huzurida turishi va hisob berishidan qo'rqqan va nafsini havolanishdan qaytargan bo'lsa, bas faqat jannatgagina unga makon bo'lur. Jannatgina unga makon bo'lur. Demak, doimiy o'zini tergab turishlik kerak. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bizlarga duo qilishni o'rgatib, "Allohumma ati nafsi taqwaha va zakkiha anta khayr man zakkaha anta waliyuha va mavlaha" degan duoni o'rgatganlar. Ey Alloh, nafsimga taqvosini ato qil, uni poklagin, zero sen eng yaxshi poklovchisan, sen uning egasi va mavlosisan deyardilar. Mana shu duoni qilib biz ko'proq o'zimizni, nafsimizni tarbiya qilishimiz kerak. Qur'oni Karimda 3 xil nafs haqida gap ketadi-da. Malomatchi nafs deymiz. Bu qo'ldan berilgan imkoniyat, yaxshiliklar uchun o'zini nafsini malomat qilib boradi. Estikina mana buni qilsam bo'lardi, mana buni qilsam bo'lardi. Yana bir nafsi bor, bu nafs ammorai su odamlarni o'zini yomonlikka boshlaydi. Bu yomon nafs bu. Jilovlaydi. Hech qanoatlantirmaydi-da shu nafs bizni. Hech narsadan xursand bo'lmay qo'yadi. Mashinasi bor, boshqa undan ko'ra yaxshiroq mashinani ko'rsa shuni olaman deydi. Uyi bor, lekin undan kattarog'ini ko'rsa shuni quraman deydi. E'tibor bersangiz, mana shunaqa odam hech baxtli bo'lmaydi. Qanoati yo'q-da, doim yangilanib turaveradi. Doim intilaveradi. Qanoat bo'lmaydi. Odam qanoat qilishlik, shukr qilishlikni ham o'rganish kerak. To'g'ri azizlar.
Hali aytganimdek nafsimiz ko'p narsani xohlaydi. Alloh bergandan keyin buni qilamiz. Dunyodan yuz o'giring deyilmayapti. Agar dunyodan yuz o'girib yorish kerak bo'lganda, Qur'oni Karimda Alloh taolo bizga duoni o'rgatib, Robbana atina fid dunya hasana degizmagan bo'lardi. Bizga bu dunyo hasanotlarini bergin, va fil oxirati hasana, va oxirat hasanotlarini bergin, va qina azaban nar, va bizni do'zaxning azobidan saqlagin deb duo qilishni o'rgatdi Alloh. Va shu duoda ajib bir hikmatki, oxiratdan oldin dunyoni qo'ydi. Bo'lmasa oxirat yaqinroq edi. Alloh duo o'rgatayotganda menga oxiratdagi yaxshilikni bergin va dunyodagi deyish kerak edi. Lekin insonning nafsidan kelib chiqib Alloh o'rgatyaptiki, menga dunyo hasanotini bergin va oxirat hasanotini bergin. O'sha hasanot deganda dunyoda nimaiki yaxshilik bo'lsa, hammasi shuning ichiga kirgan. Tabiiy narsa. Lekin faqatgina hayotni shundan iborat qilib qo'yish kerak emas. Aytadilar-ku arablar, al-aqil ya'kul li-ya'ish wal-jahil ya'kul al-aqil ya'kul li-ya'ish wal-jahil ya'ish li-ya'kul. Ya'ni aqil kishi ovqat yeyishlikdan ko'zlagan maqsadi yashab qolish. Ovqat yesam yashayman, hayotim bo'ladi. Yemasam bo'lmaydi deb yeydi. Ammo johil ham shu ishni qiladi. Johil yashashdan maqsadi yeyish deydi. Mazini qivol, bu dunyoga bir marta kelasan deydi. Oqil aytadiki, "Yo, bu berilgan ne'matlarda hisobi bor. Buni yedikmi? Buni quvvat olish uchun, yashash uchun, ibodatga." Shuning uchun albatta kerak bu narsa. Ammo butun hayotini shunga bag'ishlab, shuni yo'lida berilmaslik kerak. Uni tarbiya qilib tozalab turish kerak. Endi albatta jumhur ulamolarimiz nafsni poklash, qalb kasalliklaridan o'rganib, uni o'rganish farzi kifoya deganlar. Agar hech bir farz qalbni pokiza qilish, nafsning tarbiyasi bo'yicha hech kim o'qimay, hech kim o'rgatmay qo'ysa, hamma gunohkor bo'ladi. Uni qilib turish kerak. Ulamolar aytadiki, nafsni poklashlik uchun quyidagi amallarni qilishimiz kerak deydi. Eng birinchisi, nafsni nimadan tozalash kerak? Birinchi ulamolar qo'ygan narsa riyodan dedi. Riyo nima edi? Xo'ja ko'rsin. Azizlar, shu kasal juda avj oldi. Mana shu riyo juda avj oldi. Eng yomoni shu riyoni qilmasangiz yana qiyin ahvolda qolyapti. Qilsiz amalingiz kuyyapti. Ko'ryapsizlarmi? 4 ta non bersak ham telefonga olib chiqaryapmiz. O'zi berayotganimiz 4 ta non. Boryapmizda o'shini ko'rsatib beryapmiz. Endi to'g'ri bir xilga xayriya tashkilotlari bor. Ko'pchilikning puli tushadi. Endi u qilayotgan ishini hisoboti uchun ko'rsatmasa, pulni egalarida shubha bo'ladi. U boshqa narsa. Lekin biz shunaqa bo'lib qoldikki, men hayronman, hatto o'zini ota-onasiga qilayotgan narsasini ham videoga olib turib tarqatyapti. Otasiga ko'rsatayotgan xizmati, hurmati, onasiga uni ham olib beryapti. Bunaqa qilib bo'lmaydi-da. Haligi g'or sohiblari, 3 ta g'or sohibini hikoyasini keltiradilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan. G'orga kirishib do'stlar qamalib qoldi, duolari qabul bo'lmadi. Shunda Alloh uchun qilgan amalni vasila qilib duo qilsa, duo qabul bo'ladi degan gapni she'riga aytdi, payg'ambaridan eshitgan. Shunda birinchi hikoyasida aytgan yigit sohibni eslaylik, bugungi mavzumizga to'g'ri keladi. U aytdiki, "Men Alloh uchun qilgan ishim bor. Bizni uyimizda ota-onam, qari bolalarim bor, bir hayvonni sog'ib kirib suti bilan tirikchilik qilamiz. Bir kuni sutni olib kirsam, kech kiribman, ota-onam uxlab qolgan ekanlar. Ularni uyg'otgani hayo qildim. Oldida sutni ushlab o'tiribman, uyg'onsa ichiray deyman, lekin ular turmaydi. Holbuki o'rmalab turgan bolam qorni ochligidan yig'lab oyog'im tagida o'rmalashib tursa ham men unga bermadimki, ota-onam uyg'onib qolsa avval bolasini ustun qo'yibdi demasin deb. Lekin shu ishni ota-onamga aytmadim" deydi. Bilmagan. Ertalabgacha sutni ushlab yonida o'tirgan bolasi yig'lab uxlab qolgan. Lekin bolamga bersam, ota-onam o'sha paytda uyg'onib qolsa, bolasini bizdan ustun qo'yibdi degandan hayo qilib ertalab
ota onasiga qarab qanaqa degan narsa, uxlab qoldinglar, bolam yig'lasa ham bermadim demadi. Buni indamadi. Nima uchun indamadi? Chunki buni Alloh uchun qilgan edi. Endi boshiga musibat tushganda shu Alloh uchun qilgan ishini aytib duo qiluvdi, duosi qabul bo'ldi. Bu sahih, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan. Bizda bunaqa bo'lmay qoldida. Mana shu riyodan poklanishimiz kerak azizlar. Xo'ja ko'rsinlikdan poklanishimiz kerak. Sum'adan, odamlar eshitsin deb qilinadigan narsadan poklanishimiz kerak. Mana shu nafsni poklash. Yoki bo'lmasa ulamolar aytibdiki, nafsni ujubdan ham poklasin. Ujub degani o'zidan faxrlanib ketish. Riyodan qutulsak, afsuski ujubdan qutula olmaymiz-da. Bitta ishni qilamizda aytamizki, mana shu qilgan ishimni hech kimga bildirmaymiz deb turib kechqurun ayolimizga aytib qo'yamiz. Hech kimga bildirmayman dedik. Niyatimiz xolis, riyodan, sum'adan. Lekin bir ujub bo'lib ketadi-da, o'zimiz faxrlanib ketamiz. Men juda zo'r ish qilib qo'ydim bugun. Katta ish qildim. Lekin u qabul bo'ldimi? Biz qilaylik savobni. Allohdan umid qilaylik. Hech ujubga berilmaslik kerak. O'zimizdan o'zimiz faxrlanmasligimiz kerak. Nafsni yana bitta tozalashlik kerak bo'lgan illati baxillik debdilar, ochko'zlik. Baxillikdan ham o'zimizni tozalashimiz kerak. Baxillik ham yomon narsa. Qo'limizdan kelgancha saxovatlik bo'lishligimiz. Ochko'zlik, baxillik bu bor narsani bermaslik, ochko'zlik to'ymaslikda. Shu yana bo'lsin deydi-da. Mana shu narsadan ham o'zimizni davolab tursak, nafs xohlaveradida ba'zida azizlar bir nafsniga qarshi ham chiqib turish kerak. Juda ham nafsparvar bo'lmaslik kerak. Nafsimiz xohlayotgan ba'zi narsalarni to'xtatib, shu yerda to'xtatib turish kerak. Buni bolani yoshligidan tarbiya qilib o'rgatish kerak ekan. Bolamiz ham nimani xohlasa qilib beraversak, shu nafsni ertaga ko'yiga kirib ketar ekan. Ba'zan tarbiya uchun imkoniyati bo'lsa ham yo'q, buni qilmayman. Mana bu kiyimni olib bering desa, bir marta, ikki martasida yo'q deyishni ham o'rganish kerak ekan. Boy bo'lsa ham. Chunki u bola shunaqa shakllanib qolar ekan, nimani xohlasam olaveraman, nimani xohlasam qilaveraman deydi-da, keyin nafsini qayta to'xtata olmay qoladi. Ba'zida nafsni tarbiya qilish kerak ekan. Tam'a. Mana bu narsa ham bor. Tam'a bu birovdan ta'ma qilish. Birovni qo'liga qarash. Biror bir narsa bo'lsa, shundan bir narsani umid qilib turish, Alloh saqlasin. Mana bu ham juda katta illat. Bu ham o'sha nafsning ishida. Oxirat hisob kitobidan xotirjam bo'lib qolishlik ham bu yomon xislat debdi. Oxiratdan xotirjam bo'lib qolish kerak emas. Hazrat Umar misolida qo'rqib turish kerak. Men oxirat uchun nima qila oldim degan narsa turish kerak ekan. Ikkinchisi, tarbiya bobida aytibdilarki, nafsni ixlos, inobat, ya'ni Alloh taologa qaytish, Allohdan qo'rqish, shukr va kamtarlik kabi chiroyli xislatlar bilan endi go'zal qilishga harakat qilish kerak. Yuqorida tozalab, endi qanday qilib go'zal qiladi desa, nafsni go'zal qiladigan narsa ixlos, inobat. Ya'ni Alloh taologa qaytish, Allohdan qo'rqish, shukr, kamtarlik, mana shu narsalarni olib kirishlik bilan o'zimiz nafsimizni sayqallaymiz ekan. Tarbiya qilamiz ekan, go'zallashtiramiz ekan. Yana ulamolar aytibdilarki, farz ibodatlarni doimiy ado etib borish. Chunki Alloh taologa farzlardan ko'ra sevimliroq amal yo'q. Mana shu farz bo'lgan amallarni qilib borish. Hamda nafil ibodatlarni ko'p qilish. Chunki banda nafil ibodatlar bilan Alloh taolaga yaqinlik hosil qilib boraverar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, hadis quddusiy bor bo'lgan Allohdan. Bandam deydi, menga farz amaldaqa yaqin bo'ladigan amali yo'q, ammo nafil ibodatlarni qilaversa Alloh taolaga shu qadar yaqin bo'lar ekanki, Alloh taolo hali bandasini yaxshi ko'rib qolar ekan. Alloh yaxshi ko'rib qolsa, Jabroil alayhisalomga aytar ekan, "Ey Jabroil, men falon ibn falon bo'lgan bandani yaxshi ko'rdim" deb e'lon bersa, Jabroil alayhisalom butun farishtalarga aytar ekan, "Ey farishtalar, butun mahluqotlar falonchini Alloh yaxshi ko'rdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Hamma yaxshi ko'rib qolar ekan. Ana o'sha Alloh yaxshi ko'rgan bandasini endi Alloh taolo
ko'zini, qulog'ini, qo'lini, oyog'ini nazoratga olib haromdan to'xtatib qo'yar ekan. Allohni valisiga, do'stiga aylanar ekan. Shuning uchun biz farzdan keyin mana shunaqa nafl ibodatlarimizni ham qilib, o'zimizni nafsimizni tarbiya qilib borsak, Alloh suygan bandalar qatoridan joy olamiz ekan. Qur'oni Karimni tadabbur bilan qiroat qilishlik ham nafsni tarbiya qilar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan bir hadisda u zot aytadilarki, bu qalblar ham xuddi temir suv tekkanda zanglagan kabi zanglab qoladi. Qalbinglarni tozalab jilo berib turinglar deganda sahobalar uni zangini, qalbni zangini qanday ketkizamiz dedi. Shunda o'limni ko'p eslash va Qur'on tilovat qilish degan ekanlar payg'ambarimiz alayhisalom. Mana shu narsa uni qalbini ketkizib, poklab, zangini yuvib turar ekanda, biz ham mana shu ishlarni qilib tursak, bugun azizlar, hammamiz agar birgalashib o'zimizni tergab tursak, men bir necha kundan beri qaysi masjidga borsam, qayta mana shu gapni gapiryapmanki, azizlar, e'tibor berib mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turgan bo'lsangiz, qayta bo'lsa ham aytayapman. Aziz birodarlar, aziz yurtdoshlar, aziz dindoshlar, bizdagi eng katta illat hozir faqat boshqalar aybini qidirish bo'lib qoldi. O'zimizni aybimizni qidirmay qo'ydik. Faqat boshqalarning aybini qidiramiz. U bunday qilibdi, bu bunday qilibdi, eng yomoni o'shini butun dunyoga yoyamiz. Biror bir insonni xato qilishini kutib turamiz. Qachon xato qilsa uni darhol yayamiz. Aslida o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lishimiz kerak. Bizi qancha xato kamchiligimiz bor. Qidirmang azizlar bir-birimizdan xato. Shuni esdan chiqarmangki, kull bani adama xatoun. Hamma odam bolasi borki, u xato qiladi. Rasulimiz alayhisalom aytdilar bu gapni. Dunyoda hamma odam bolasi xato qiladi, lekin shu xatokorlarning eng yaxshisi tavbani qiladiganlar. Xato qilamiz, Alloh bizni kechirsin. Lekin boshqalar xatosini topishga sarflagan vaqtni o'zimizni xatoyimizni topishga sarflasak, unga ajrata olmay qolamiz. Boshqalarga dushman bo'lish kayfiyatini nafsimiz va shaytonga qarshi qaratsak, boshqalar bilan do'st bo'lamiz. Ammo agar bugun shu illatni to'xtatmasak, bu davom etaversa, jamiyat bir-biri bilan dushmanlashib, odamlar 1, 2, 3 toifaga bo'linib ketaveradi. Hali bu deymiz, hali uni aybini aytamiz, hali buni kamchiligini aytamiz, hali buni jannatga hukm qilamiz, hali buni do'zaxga hukm qilamiz. Kim bizga bunaqa huquq berdi? O'zimizni holimiz hali nima ekanligini bilmaymiz-ku. Bitta hikoya bilan so'zimni tugataman. Vaqt bo'lib qopti, uzr so'rayman. Bir odam, bir aziz avliyoning shogirdlaridan birlari, muridlari avliyo Allohning oldiga yig'lab kelibdilar. Taqsir odamlar meni ko'p gapiradigan bo'lib qoldi. Yo'q narsalarni gapirib, meni tuhmat, g'iybat qilyapti. To'yib ketdim, chidamayman. Endi men ham ularga qarshi gapiraman debdi. Avliyo janoblari so'rabdilarki, nima deyishyapti? Ha, meni u deyapti, bu deyapti, har xil illatlar. Shu narsa sizda bormi debdi. Ha, yo'q-da, o'shunchalik xafa bo'lyapman. Avliyo so'rabdilar. Mana haqimda nima deydi odamlar? Taqsir, sizga tillari kesilsin, men narsa deya olmaydi. Hamma aytayapti sizni avliyoulloh deb, karomatlik zot deb desa, vali zot yig'labdilar. Nega yig'layapsiz desa, qarang bolam, sizni odamlar bu gunohkor, bu fosiq, bu fojir, u bunday deyapti-yu, lekin shu sizda yo'q. Ertaga Allohning huzurida bo'lganingizda shu ular aytgan gapni sizda yo'q bo'lishligi qancha sizni xursand qiladi. Ammo ular meni maqtab vali, avliyo, begunoh deyaptilar. Men qiyomatda bunday bo'lmay qolsam, bundan ortiq sharmandalik yo'q degan ekanlar. Sizda yo'q narsani gapirsa xafa bo'lmang. Rahmatlik hazratimizning dadalari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratning dadalari bir paytlar men bir shunaqa narsalardan xafa bo'lib aytsam, aytuvdilarki, "Ey bolam, o'tiring" deb. Juda xafa bo'lib ketdim. Shunday g'iybat ko'payib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Bir 30 yil burun yosh domlamiz siqirib ketdim, hojdadan nima qilsam ekan desam, o'tkazib turib, agar sutni oppoq bo'lsa,
uni hadeb odamlar bunaqa qilib chayaversa oxiri uni tepasiga qaymog'i chiqadi. Tek qo'ying dedilar. To o'sha agar qaymog'i chiqquncha qo'yib qo'ying, nima qilsa qilsin dedilar. Hayot shunaqa azizlar. Boshqalarni kovlagandan, boshqalarni aybini qidirgandan o'zimiz bilan ovora bo'lsak, bir-birimizga qadrimiz ortadi. Bu birodarim mendan ko'ra taqvodorroq, bu birodarim menga Allohdan ko'ra suyukliroq, mana shunaqa bo'lay deb tursak, bir-birimizni yaxshi ko'rib qolamiz. Duo qilaylik. Allohim hammalarimizni mana shunday qilsin, mehr oqibatli qilsin, nafsimizni tarbiya qiluvchi qilsin. Ilohim Alloh azza va jalla yurtimizni tinch, yurtdoshlarimizni ahl ittifoq, vatanimizni bundan da obod, ahli ilmlarimizning ilmlariga yanada barakot ato qilsin. Va sallallohu taala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Namoz qalbga osoyishtalik, hayotga esa ma'no baxsh etadi. Uni topgan inson haqiqiy xotirjamlikni his qiladi.